Arzonchiroq elektromobil so'rayotganlar uchun zo'r variant kelib qoldi. Ofitsialnidan olingan Aykar EQ7 mashinasi 510 km yurayotgan eng full pozitsiyasi ekan. Xo'p, 30 mingdan oshiq qolgan ekan. Hozir ham dollarda hisobiga 30 ming atrofida turar ekan bu ofitsialnining o'zida. 2020 turga 24 oq rangda, kraskalar absolyutno top-toza, hech qanaqa aybi, ishi kamchiligi yo'q. To'rtta yangi balonlargacha toqqan ekan. Xarajati yo'q mashinaga. Olasiz, shunday minasiz, faqat krugoy tonirovka urdirsangiz bo'ldi. Slipoylargacha bor ekan. Saloni ham juda ham go'zal bo'lib turibdi. Sini deydimi, nima salon bor? Abduf Abagriv massaj atamankasi ham bor ekan. Qaranglar, Look panorama shtorka, planshetlari ruscha. Bu yog'i ham ruscha. 35184 bo'libdi. 211 ta ot kuchi bor. Gilda 7 sekundada adashmasam 100 ga chiqadi. Chotki zo'r sostoyaniyada pul srochni kerak bo'lib qolibdi. Ancha arzon qo'yib beraman. Xo'p, mashinaning narxini 20.950 qilib beramiz, bosinglar.